Yaxshimsizlar ehir oldidagi qadrli ko'ruvchilar, shu topda ko'rayotganinglar Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat taraqqish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Sarkar uy jihozlari chekish shirkati ham shundaqla Aptapparas tor savdo bozori va Shimbao chaylari alohida qo'llagan Xili Jishing, ya'ni o'mlik sadosi programmasi. Men program riyosatchisi Mahina Rozi. Qadrli ko'ruvchilar, ko'rib turganlarga o'xshash bugungi suratga risolamizni o'zgacha bezadik. Bugun qadam tashrif qilmoqchi bo'lgan mehmonimizmi o'zgacha. Undaqda bugun zodi kim kelgandi? Aldı bilen biz ekran arkalı tanışıp çıkınız. Cihan küldi inaqның sadasıdır. Bulbullarның kuş sayrıgan avazıdır. Kanat kalktı armanımız ilip endas. Kökte uçkan bürkütlerinin pervazıdır. Ömlük bizning nişanımız, armanımız. Ümidaklık yollarının karvanı biz. Yalqıllaydı kalplerde karvan mikri. Kucağı açkan bizge güzel devranımız. Shunda qadrli ko'ruvchilar, ko'rganinglarga o'xshash bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, o'zining go'zal naqshlari bilan, sahnadagi jalbkorligi bilan ko'ruvchilarni o'ziga jalb qilib kelayotgan tirishchan yosh naqshchi Zulhayat Ismoil. Qarshi olamiz Zulhayat, xush kelibsiz. Oldi bilan ko'ruvchilarga bir salom berayapsiz. Salam barliq ko'ruvchi do'stlar. Men Zulhayat Ismoildan hammanglarga sig'inishli salam. Sizlar bilan Ömlük Sadası programması arqali yüz görüşkənligimdən intayin xoşalman. Rahmat Zulhayat, xush bolduq. Rahmat. Mana bugun Ömlük Sadası programması arqali nadir naqshlaringizdan huzurlangan bolduq. Onundan başqa ekrandagi nurg'ulg'an ko'ruvchilarimizning sizdan so'raydigan savollar bor. Savollarni yig'ib sanduq sep ep keldik. Çataq yo'q, ma'qul. Unda bo'lsa Zulhayat, balkim sizning kasbingizga qiziqayotgan ko'ruvchilarimizmi ko'p bo'lishi mumkin. O'qigan kasbingizdan bir xabardor bo'laylik. Buldu, mening mushu san'at sohasida o'qiganim, Tacvanni men usul rejissorlik kasbida o'qigan. Bunkaga chiqqanda naqshi o'rinlash kasbida o'qigan. Ha, shu asli ajablanarlik emas. Nimishqa sahnaga chiqqan chaqda ham naqshlarni aytadi, ham usullarni o'ynaydi degan chaqda ikkili kasbdan tarbiya olgan. To'g'ri. Undaqda ulabla mush savolni so'rab olay. Mushu sahnaga chiqib naqsh aytgan vaqtda naqshi bilan tang usullarni o'ynab, sahnadan chang chiqarib etishning ehtiyoji, naqshining ehtiyojimi yoki bo'lmasa o'zingizningki yaxshi ko'rishmi? Naqsh tanlagan chaq shundaq naqshlarni tanlamsiz. Naqsh tanlagandim asos jihatdan shundaq naqshlar to'g'ri kelib qoldi. Naqshlar to'g'ri keldi, ha? O'zimmi shundaq sho'xroq naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. Endi sahnadagi usulni apesaq, mushu naqsh aytganda o'zimningki endi burunqi usul rejissorlik kasbini o'qigan bo'lganligim uchun naqshida qandaq jihatda usul harakatlarni ifodalasa naqshiningki texmo ifodalanishi yaxshiroq bo'lganligini azroq his qila olganligim uchun balkim shu naqshi bilan tanglanmış harakatlarim, badallarim o'ynab ketadi. Uni o'zimmi yaxshi ko'rmam, o'zimning ixtiyorsiz, o'zimning ichidan chiqadigan, tepib chiqadigan ishlar hissiyat deb o'ylayman. Amniyatda biz sizning shu xil holtingiz bek yaxshi ko'ramiz Zulhayat. Har bir naqshchininki o'ziga xos uslubi bo'ladi. Ba'zilarning ovozi, ba'zilarninki naqshniki xarakteri deganga o'xshash. Sizning ovozingizni yaxshi ko'rgandan boshqa yana sahnadagi naqsh shu usul keltirgan usullaringizni intayin yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Undaqda ko'ruvchilarimiz shu naqshlaringizni seg'indi. Shu usullaringizni mos keltirib aytgan naqshingizni birini oldi bilan anglaytaylik, andan davomli suhbatda bo'lsak. Buldu. Ma'qul. Aldı bilan anglaydiganimiz. Aldı bilan hurmatinglarga shu o'zimdan so'ra degan naqshamni, usulliq naqshamni so'qsam. Ajab yaxshi. Sahnani sizga qoldirdim men sizga. Marhamat. Ma'qul. Ömlük sadası. Ömlük sadası.
sadası. Ömrük sadası. Rahmat, Zulhayat. Mana bu özgüçülük, mana bu xaslıq. Davamlıq halatda məşındaq gözəl naxışlarınızın yangrab duruşunu ümid qılımız. Usullarınızın texmi cəzbədar bo'lib ketishini ümid qılımız. Rahmat Mayna. Rahmat. Bayaq özümninki sormoqchi bo'lgan savollarni so'rab o'tdim. Endi mushu ko'rmanlaringizning baya men deganga o'xshash nurg'ulg'an savollari bor ekan-ku. Zulhayat Ismoil Ömrük Sadası programmamız qadam tashrif qilmoqchi degandan keyin savollar yig'ib ketdi. Shu savollardan biz tanlab mana shu bizningki Ömrük sandıqimizga qo'yib keldik. Balkim bu savollarning hammasiga javob berib bo'lmasligimiz mumkin. Shunlashqa chek tatqandek siz bir tanlab ib bersangiz, shu savollarni men ko'rmanlarga vakolatan so'rasam. Ma'qul Bo'lamdi. Qani. Zulhayatning birinchi savoli sada nimadi? Zulhayatning birinchi savoli bo'lsa, tunji bo'lib olqishga erishgan naqshingiz qaysi debdi. Meningki tunji bo'lib olqishga erishgan naqsham shu 11 yilning oldida aytgan Osma degan naqsham. Osma, bir ko'pit anglag'im bor. Ma'qul. Bazar, bazar, ücret qatar qatar. Bazar, bazar, ücret qatar qatar. Bir bağlam osmağa kızlar xeridar, kızlar xeridar. Bir bağlam osmağa kızlar xeridar. Rahmat. Shu vaqtdami usulingiz bilan bu naqsh yana boshqa ishlar qolgan ha? Bek chiroyli harakatlar ishlangan. Boshqa ko'p qizlar bilan birga aytgan-ku deyman, ha? Usulchi qizlar bilan. Keynimda usulchi qizlar bor, oldida men tang o'ynab turib aytgan. Demak, 11 yildan beri o'zingizning mana shu xoslig'ini saqlab kelgan bo'lg'ashqa, ko'rmanlar sizni texmi yaxshi ko'rdi. Rahmat. Ikkinchi savol. Undaqda Zulhayatning ikkinchi savoli bo'lsa, mundaq debdi. Zulhayat baya o'zingiz degan vaqtingizda Tavchanda o'qigan chaqda usul rejissorligi, Bankada o'qigan chaqda naqsh kasbida o'qigan deb. Agar sizga yana qayta kasbiy tarafdan tarbiyalanish fursati kelib qolsa, qaysi kasbda o'qishni tanlaysiz degan savolga. Menga qaytadan kasb tanlash to'g'ri kelib qolsa, o'sha pianino chalishni tanlayman. Men hamda kichigimda akordeon o'rganganchu. Pianinoni kasbiy holatda bir o'rganib chiqqan bo'lsam degan. Nimishqa bunday o'ylab qoldingiz? Nimishqa deganda biz shu naqshlarga nisbatan, shunda artistlarga nisbatan bo'lsin, shu muzika eng muhimchu, muzika. Biz hamda bir naqsh ishlash uchunmi cho'qim bir muzika chap turib to'g'ri. Uni ishlasak texmi o'zimizning degan yerga akilalaymiz, o'zimizningki mushtaq qilqay o'ylagan narsamizni ifodalab bera olamizda. Masalan, shu pianinoni o'rgangan bo'lsam, balkim hozirgacha muzika akkordlashtirish masalan, o'zimning eng yaxshi ko'rgan naqshlarini texmi izlanib shu to'g'risida. Texmi o'zimga tushadigan naqshlarni chiq ayta oldim deb o'ylayman. Shunlashqa pianino kasbni asosli qilib o'rganmay qolganimga sal shu ko'nglimda ashla o'ylab qolmayman. Shunday bir go'zal orzular bor ekanda. To'g'ri. Meningcha balkim orzular bo'ladi ekan. Shuning qarta tirsak shu ishlar ro'yobga chiqib qolishi mumkin deb o'ylayman. Keyincha balla azroq cho'ng bo'lgandan keyin shundaymi? Balkim pianino o'rganish orzuyingiz amalga oshishi mumkin. Shunday bo'lishi uchun ko'nglimizni tilakdoshimiz. 3-savol. Zulhayat, mamlakatimizdagi qaysi naqshchilarni yaxshi ko'rsiz debdi. Men mush mamlakatimizdagi ayol naqshchilardan apesam shu Xanxongni yaxshi ko'raman. Men yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman uning ovozini. Nimishqa? Men mush nimishqa degan gap pek omroq. Endi Xanxongninki o'zining ovoz doirasi intayin kengri. Ham bir naqshni voyaga yetkazib aytish nisbati nihoyat yuqorida. Men buning eng shu qoyil bo'lgan naqshsi shu qora deydi degan uyg'urcha naqshni bir qurbaytisdan kishiga aytib chiqqan. Voyaga yetkazib aytgan, ha? Uning ustiga aytgandimi, nihoyat voyaga yetkazayotganda, shunlashqa bu ras shu qoyil bo'lgandek naqsh ekan deb o'ylayman. Meningcha siz shu Xanxongningki ovoz naqsh etish tarafdagi alayligidan boshqa, bu kasbga bo'lgan hurmat, muhabbatiga bekra qoyil bo'libsiz deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki bir odam aytaman deblar marmiyalarning naqshini aytqil bo'lmaydi. To'g'ri. Men unga bek qoyil bo'lgan shu qitimda. 4-savol.
4-cü sualda mundaq depdi. Balalarning dadasi sizga gül sovuq qilmoqchi bo'lsa, siz qaysi gülni yaxshi ko'rsiz depdi. Men mushu gullar Mastanlaringizning suvalida hamdi. Ha. Qani. Men mushu oq rangni bek yaxshi ko'raman. Ha. Bugun siz oq ko'ylak kiygansiz, bek xush bo'ldim. Shunlashmış oq attir gulni bek yaxshi ko'raman. Ma'nosini bilamsiz? Poklik deb o'ylayman-ku. To'g'ri. Bizga haqiqatan pokizlik tuyg'usini beradi. To'g'ri. Demak, Zulhayat İsmailning mastanlari. Sizlarga vakolatan savollarni so'rab berdim. Amniyat nurg'un savollar bor. Bu savollarni vaqtimiz bo'lsa sal turib yana so'raymiz. Yoki bo'lmasa men nayda o'lchamlik yaxshi bo'lgan savollarni tatib chiqdi Zulhayat deb o'ylayman. Hamdiki navbat naqshanlash fursati keldi. Zulhayat, endi anglaydiganimiz. Endi o'zimninki o'sha yaxshi ko'rib anglaydigan, ham aytadigan, ham boshqa naqshlarimdan alayligirak bo'lgan asta melodiyadagi söyüver degan naqshamni. Muhabbatlik naqsha. To'g'ri. Ajab yaxshi. Qani, men mush yerda o'ltirib anglayman naqshangizni. Rahmat. Ömrük sadası. Ömrük sadası.
sadası. Ömrük sadası. Rahmat, Zulhayat. Sizga rahmat. Chiroyli ovozlarda, chiroyli naqshlarni eshitsam, shundoq o'zgacha bo'ladi. Zulhayat, sizdan so'raydigan savollar ko'rmanlarimizning amaliyoti bakchiq. Bugun ratlab etib qarsam, Zulhayat qaysi tomoqni yaxshi ko'rdigandu, Zulhayat uyda tomoq itamdigandu, Zulhayat bolalarni tarbiyalash jarayonlarida bolalar achchig'ini keltirib qo'ysa qanday qiladigandu degandek, sizning yaxshi ko'rgan ko'rmanlarimizga nurg'un savollar tushib ketgan. Meningcha, bu savollarni yana ketib etib boshqa tashviqot vositalarimizda yana davomli javob bergili bo'ldi deb o'ylayman. Shundoq. Mening so'ramoqchi bo'lgan bir savolim bor. Endi boya qaysi kasbda o'qig'ingiz bor degan savolga shu pianino o'rgansam degan bir javob chiqib qoldi. Balkim shu naqsh kasbida yoki usul kasbida yoki oila, turmush taraflardan sizning o'ylagan bundan go'zal planlaringiz bo'lishi mumkin. Shuni anglab boqqim keldi. Plan arzularni aytijaq bo'ldi ekan. Mening hozirgi oddiy arzularim mushu ikki umoq farzandimni yaxshi cho'ng qilish bilan birga mushu o'zimning kasbiy hayotida bir yaxshi kechilikdan birini qilib olsam deb o'ylayman. Endi jiq etim qilmasammi, haqiqatan salmoqi va ham o'zimga ishonchim bo'lgan ahvol ostidagi bir mushtaq kechilik qilib baqsam degan orzuyim bor. Meningcha Zulhayat, siz haqiqatan mukammallikni tashabbus qilgan tipdagi naqshchimiz ekansiz deb o'ylab qoldim. Amniyatda aytgan har bir naqshlaringiz har qitim yurakka tegyapti. Mayli sahnadagi obrazingiz bo'lsin, yaxshi ko'ryapmiz. Kechilikka nisbatan oddiy o'ylaydigan kuychilarimiz bo'lishi mumkin. Ammo sizning o'zingizga qo'ygan talabingiz intayin yuqori. Shundoq bo'lganligi uchun bu kechilik o'tkazishdan iborat bu arzuni bundan keyingi nayt cho'ng arzular qatoriga qo'yibsiz. Meningcha bo'lgan chaqda mana shu mukammallikdan iborat bir mas'uliyatni o'zimizga yuklagandan keyin texmi yaxshi bo'lgan natija, texmi yaxshi bo'lgan meva barpo bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri. Bundan keyingi san'at hayotingizning texmi nuroniy bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Go'zal orzularingizning ro'yobga chiqishiga chin qalbimizdan tilakdoshligimizni bildiramiz. Zulhayat. Rahmat, Maynur, rahmat. Unda bo'lsa bugungi Unli Sadosi programmamizni bu yerda oxirlashtiraylik. Barcha ishlaringizning utuqli bo'lishiga chin ko'nglimizdan tilakdoshmiz. Hammanglarga rahmat. Rahmat sizga. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'rmanlar, bugungi Unli Sadosi programmamiz mana bu yerda oxirlashdi. Barcha go'zal tilaklarimizni albatta bugungi aziz mehmonimiz Zulhayat Ismoilga yo'lladik. Keyingi programmamizni ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Cihan küldü inaqning sadasıdır. Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Kanat kalktı armanımız ilip endas. Kökte uçkan bürkütlerning parvozidir. Ömrük bizning nişanımız armanımız. Ümidaqlık yollarının karvanımız. Yalqınlaydı kalplerde karvan mikri. Açkan bizge güzel devranımız. Ömrük bizning nişanımız armanımız. Ümidaqlık yollarının karvanımız. Yalqınlaydı kalplerde karvan mikri. Açkan bizge güzel devranımız.